Bugungi darsimizda bar chart ko'rib chiqamiz. Bu IELTS Writing Task 1 seriesdan 3-chi darsimiz. Birinchi darsimizda line graph ko'rdik, ikkinchi darsimizda kecha pie chart ko'rdik. Mana bugun bar chartga navbat keldi. Umuman pie chartni boshlaganimizdan keyin shunisi aniqki, biza language of comparison ishlatyapmiz. Diagrammalarga keladigan bo'lsak, mana shunaqa pie chart yoki bar chartlar ikkita asosiy guruhga bo'linadi. Dynamic and static deydi. Static va dynamic. Static degani there is nothing changing, only comparison. Faqatgina compare qilamiz. Hech narsa o'zgarmaydi. Line graphda bilasiz, variable vaqt bo'yicha o'zgarishi kerak. U yerda doim dynamic, u yerda static narsa bo'lmaydi. Bu yerda static, mana bugungi mavzumizda ham kecha ham boys and girls edi, bugun men, women doing different activities around the home. Uy atrofida uyga taalluqli aktivitilar va leisure activitylar ham qo'shilgan. Ana shularni biz qiyoslashimiz kerak. Umuman olganda ma'lumotlarni har qanaqa ko'rinishda berish mumkin diagrammada. Line graph ko'rinishda beriladiganlari ham bo'ladi. Agar vaqt berilsa, pie chartdagi narsani line graphga bersa bo'ladi, agar u dynamic bo'lsa. Yoki raqamlar ko'rsatilsa, bar chartdagini tablitsaga bersa bo'ladi. Hali tableni ham o'tamiz. Xullas, asosiy maqsad ma'lumotlar qaysi ko'rinishda berilsa, o'sha o'quvchiga osonroq bo'lishi nazarda tutiladi. Endi IELTSda hammasidan tushadi, qaysidir kim nima tushishini hal qila olmaydi, shuning uchun hammasini o'rganishga majburmiz. Lekin language of comparison har joyda bor. To'g'rimi? Biz qiyoslashimiz kerak va qiyoslaganda ham yaxshi lug'at, yaxshi grammatika va ma'lumotlarni yaxshi anglab olish, ularni yaxshi guruhlash talab qilinadi. Demak, boshladik. Introduction, har doimgidek introdan boshlardik. Intromizni har doimgidek ikkita usulda berib qo'yaylik. Ikkita usulda berishga harakat qilamiz. Qani? Birinchi uslubimiz bo'yicha biza paraphrase qilgunimizcha har bitta so'zni ko'r-ko'rona sinonim bilan almashtirib chiqmaymiz. Umumiy tushunishimizga ishonch hosil qilamiz. Bar chart shows the average number of hours per week that men and women spend doing activities around the home. Yaxshi. Demak, average number of hours. Haftasiga qancha vaqt sarflanish haqida gap ketyapti. Xuddi shunaqa yozishimiz kerak ekan. Bar chart o'zgarmaydi. Kimdirlar diagram deydi. Men yoqtirgan so'zim illustrate. Yaxshi, keling maydalaymiz. How much deb yozmoqchiman. Qancha vaqt sarflaganini ko'rsatadi erkaklar va ayollar turli xil aktivitilarga demoqchiman. Qani? How much time on average sal o'zgartirdim. Ya'ni o'rtacha qancha vaqt sarflagan? Kimlar? Men and women. Kimdir males and females ham deydi. Bunaqa desak ham bo'ladi, ko'ramiz. Women spend on turli xildagi har nima ish harakatlar, to'g'rimi? Variety of activities at home deya qolaylik. At home. Yaxshi. Nimani ko'zdan qochirdik? Hammasini yozdikmi? Bar chart illustrate how much time on average men and women spend on a variety of activities at home. Bu yerda average number of hours haftasiga degan narsa qolib ketdi. Around the home. Agar per week degan bo'lsa, biz each week deyishimiz mumkin yoki on a weekly basis degan so'zimiz bor. On a weekly basis, ya'ni bir haftada degani, hafta davomida deganday ma'noni bildirar ekan. Yaxshi, sal rasmiyroq so'z on a weekly basis. Biz ham rasmiy vaziyatdamiz. Report like structure ishlatishimiz kerak. Faqatgina qarang, how much time on average ni men mana shu ko'rinishda yozishim salgina akademiklikni pasaytirib yuborishi mumkin. Ko'proq jiddiyroq vokabulyardan foydalanamiz. On average amount of hours degandan ko'ra salgina norasmiy tuyulishi mumkin. Keyin ikkinchisida buni to'g'rilab qo'yamiz. Lekin yuqoridagi bilan ham 7+ olishingizga javob unchalik yomon phrase emas. Bar chart hop compares deyishim mumkinmi? Men yoqtirgan struktura. Bar chart compares. Kechirasiz, yuqorida ham illustrates deb ketishimiz kerak. Bar chart compares the average so'zini ishlataylik, keling. Average amount of time
that men and women yoki males and females deymizmi? Keling, males and females deymiz. Males and females spend aytgancha nimaga men hozirgi zamonda foydalanyapman bilasizmi? If there is no time, like time frame, we will definitely use present simple. Doim present simpledan foydalanamiz. Umuman olganda ma'lumotlar shunchaki qiyoslash uchun berilgan bo'ladi. U yerda umuman nima ishlatilmaydi. Nima deymiz? Umuman past simple yoki boshqa zamon ishlatilmaydi. Faqat present simple. Spend nima deymiz? Bar chart compares the average amount of time that males and females spend on nechta activity bor ekan? Ana shuni sanab qo'yaylik bo'lmasa. 7 ta activity ekan. On 7 different activities around at home deymiz. At home. Yaxshi. Bu yerda yana weekly ni yozganimiz yo'q. Amount of time that males spend on different activities at home each week deymiz. Ana. Introductionimiz tamom. Menimcha harakat qildik har xil strukturadan foydalanishga. Yuqoridagi berilgan IELTS bergan descriptionni o'zidan ko'chirib olmasdan paraphrase qilishga harakat qildik. Keling davom etamiz. Overview bilan. Overviewda biz noticeable featuresni qarashimiz kerak. Noticeable feature hamma o'ylaydi, u eng kattasi, eng kichkinasi. Unaqa gap yo'q. Bu yerda ayollar, erkaklar haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Biz harakat qilishimiz kerak, qiyoslashni maksimum bularni qiyoslab ko'rsatishimiz kerak. Nima qilamiz? Demak, cooking bor. Cookingga ko'proq vaqt sarflagan. Cleaning ko'proq. Mana pinkni ko'ryapsizmi? Pink har doim baland ko'ringan ba'zi barlarimiz bor. Readingda ham, washing upda ham, cleaningda ham, cookingda. Erkaklarda gardening, surfing, watching television. Agar ko'proq sarflaganni desak qanday bo'ladi? Ayollar ko'proq vaqtni nimaga sarflagan desa, household choresga sarflagan ekan. Reading deyarli bir xilday, to'g'rimi? Masalan, menda hozir choice bor. Bir qarashda aytishim mumkin, erkaklar cookingga ko'proq vaqt kechirasizlar. Ayollar ko'proq vaqt sarflagan, erkaklar ko'proq surfing internet, watching television. Yo'q. Lekin menda clean the house qolib ketyapti. Washing up qolib ketyapti, to'g'rimi? Readingda unchalikdek ko'rinmayapti. Deyarli bir xilday. Keling bo'lmasa bunday qilamiz. Hozir men ko'rgan cleaning, cooking, washing up hammasi domestic chores deyiladi, household chores. Keyingi erkaklar ko'proq band bo'lganlari mainly surfing the internet, watching television. Ana shunaqa deb yozishimiz mumkinmikin? Keling yozib ko'ramiz. Qani? Overall, it's clear that Hop, womendan boshlaylik. Women. Yana bitta narsa. Agar o'tgan safar darsimizda ko'rganlar bo'lsa, o'sha video lessonni pie chartda berilgan har bir section uchun qanday qilib har xil ko'rinishda, har xil lug'atlardan foydalanib tasvirlashni muhimligini aytib o'tgandik. Bu safar ham agar ko'rsak, mana misol uchun mana bu so'z ishlatdim deylik. Women spend considerably more time deyman. Considerably nima degandan? Considerably more time on household chores. Aytib o'tmaymiz mayli, uy ishlari yoki aytamizmi? Such as cooking, cleaning and washing up. While qarang, mana shu yerda menga ehtiyoj tug'ilyapti. Spend time on doing something boshqacha ham qanaqadir bo'lish kerak-ku. Ana shunda bizga mana bu fe'llar yordam beradi. Misol uchun devote, allocate yoki passive voice ham foydalansak bo'ladi. Keling, birinchi devote deymiz. Qanaqadir ko'proq vaqt o'shanga bag'ishlagan. Men devote more time, most of their time deyman. Most of their time to bilan keladi. Devote something to something else. Nima bilan kelibdi ular? To deyman ikkita. Surfing the internet and watching television. Bo'ldi. Yaxshi. O'rtada mana reading qolyapti, sal yaqinroq va men gardening haqida gapirmadim, kamroq bo'lgani uchun menga muhim narsalar shu deb o'yladim overviewda. Mana
spend time, devote degan so'zlarni ishlatdik. Va overviewni yaxshi yoza olsam, menimcha birgalikda yaxshi yozdik. Ana shu bilan body paragraphda ma'lumotlarni group qilishim mumkin. Ma'lumotni guruhlashim overviewga asoslansa, yanada logical bo'ladi. Coherence, cohesion yaxshiroq bo'ladi. Ana shunga e'tibor berishim kerak. Xo'p, body 1 men, womenni alohida gapirishimiz mumkin yoki qiyoslashimiz mumkin. Xo'p, overview bo'yicha ketadigan bo'lsak, menda bitta narsa bor. Household chores, to'g'rimi? Household choresni bitta guruh qilib olishimiz mumkin, ya'ni washing up, cleaning the house, cooking va gardening, household chore. Qolgani leisure activity bo'ladi. Reading, surfing the internet, watching television. Qani qaysi uslub bizga ko'proq mos kelishini birgalikda ko'ramiz. Qaysi uslub bizga ko'proq mos kelishi mumkin? Yaxshi. Xo'sh, bog'lovchilar kerak har doimgidek. As for the, keling rasmiyroqdan foydalanamiz. Hammasi ham ketaveradi. With regards to the household choresga keladigan bo'lsak, birinchi cookingdan boshlaylik. Xo'p, aytamiz. About boshida haftasiga degan narsani boshida aytib ketamiz, keyinchalik shart emas. 15 hours are spent by women spent by women cooking. Yaxshi. Xo'p, erkaklarda qanaqa? Which is, keling qiyoslab ketamiz. Erkaklarda 10 dan kam ekan. Whereas men spend demayman, allocate below 10 hours. Xo'p, less than deylik. Less than 10 hours every week. Yaxshi. Cooking ketdi. Endi navbat cleaningga keldi. Cleaningda ham ancha farq bor ekan. Juda ham kam ayollarda cleaningga ko'proq vaqt, erkaklarni aytmasak ham bo'ladi. Washing upga lekin ko'proq vaqt sarflar ekan. Xo'p, demak ayollardan boshlaymiz yana. Women by contrast. Yo'q, cleaning aytaman. Cleaning deb boshlay qolaylik. Cleaning on the other hand, take qancha vaqt oladi ayollarni? About 5 hours of women's time. Ularni 5 soat vaqt ketadi. Aytaman, demak, which is twice as high as that of men deb yozib qo'yaman. Shu yerda e'tibor bering. Men qiyoslab ketishga harakat qildim. With regards to household chores, about 15 hours spent by women cooking, on cooking deyilmaydi, whereas men allocate less than 10 hours every week. 10 hours on the same, aniqlashtirib ketaylik, activity every week. Yaxshi. Cleaning on the other hand, take about 5 hours. Take about nop tashlayman, aniq 5 ekan. Mana e'tibor bering, 5 soat pingda turibdi. 5 hours of women's time, which is twice as high as that of men. O'rtasida turganda, keling which is more than deyman. Which is more than, over twice as high as that of men. Shu yerda qiyoslash strukturalari ketyapti. Qiyoslash strukturalari uchun alohida dars qilishimiz mumkin. Qiyoslash strukturalarini agar bilsak, bar chartda, pie chartda unchalik ham qiynalmaymiz. Va uchinchi washing up haqida gap ketyapti. Washing up was also more common among women. Verga qo'yamizda at necha ayollar uchun o'rtasi, misol uchun around 6 hours for women and nechilar bor? 5 hours for men. Shu bilan tugadi bu washing up. Va biz o'tamiz gardeningga. Erkaklarda ko'proq vaqt sarflar ekan. Uni oxirida aytib ketamiz. Body 2 ga o'ta qolamiz. Body 2. Gardeningni o'sha yuqoriga aytib ketamizmi yo'q? Keling yuqoriga aytib ketamiz. Finally, gardening is predominantly done by men
virgul qo'yamanda at about 2 hours qachon per week deyman. Bo'ldi menimcha. Ko'p to'xtalib oldik. Body to ga to'xtalsak, nima deymiz body to ga? Xo'p, body to ga aytiladigan narsalarimiz faqatgina 3 ta qoldi. Reading, surfing the internet, watching television. Demak, when it comes to the remaining activities, remaining demaymiz, keling. Leisure pursuits deymiz. Leisure pursuits to'g'ri yozdim shekilli. Activities deganda. Xo'sh, birinchi o'rinda nimadan boshlaymiz? Surfing the internet yozamiz. Oho, surfing the internet judayam popular ekan. Is by far by far emas. Surfing is more popular among men than women. As among men, virgul qo'yaman. Yoki as they devote qancha vaqt surfing yozamiz. 10-15 oralig'ida nechalar bor? 12lar bor ekan. Roughly deyman. Juda katta rounding qilsam roughly deyman. Roughly 12 hours per week. Xo'p, aytaman demak, whereas women in question, ya'ni women allocate a lot less, virgul ichida at deb yozaman. Necha turibdi? Below 5. Ya'ni 5 dan past bo'lib turibdi. E'tibor bering. Surfing deganda judayam past. Below 5 hours. Tamom. Va menga watching television ga navbat. Watching television boshqalardan ko'ra alohida e'tiborga molik. Qarang. Watching TV is notable for being almost equally popular among both genders. Hop, ikkalasini ham aytib ketishim kerak ekan. Watching TV bilan reading ham bor, qarang. Watching TV and reading ham qo'shib ketaylik. Are notable for being almost equally popular among both genders. Yaxshi. Endi aytaman. 10 soatdan oshiq sarflagandi. Both males and females have spent deymanmi? Spent more than 10 hours. Qarang, ikkalasini ikki xil emas, bitta qilib ayta qolaylik. 10 hours watching TV each week. Hop, reading da qanaqa? Ular 5 dan oshadi. Yaxshi. And roughly, approximately 5 hours reading books. Bo'ldi, shu joy tugal. Qarang, men watching television bilan readingni notable dedim, chunki ikkalasi deyarli bir-biriga yaqin ekan, shuncha equally popular dedik. Deyarli bir-biriga yaqinni boshqasi yo'q. E'tibor bering, gardening katta farq bor. Washing up katta farq bor. Bunda ham sal kattaroq farq bo'lishi mumkin, lekin ikkalasi ham 10 soatdan oshiq. 10 soatdan oshgan aktivitelar bu yerda kamdan kam topiladi. Shuning uchun body to ga shunaqa yozdim. Umumiy reportimizni agar ko'radigan bo'lsangiz, shunaqa ko'rinishga keldi. Xo'sh, hammasini aytib o'tdik. Proofreading qilishimiz kerak o'zi aslida. Qanday grammatik xatolar qildik? Grammatik xatolar bo'lishi tayin, chunki yozgandan keyin ham baribir o'qib chiqib qarab ko'rish kerak. Bugungi darsimiz mana shu bar chartning body ikkisini so'ngida o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi darslarimizda map yoki table shunga o'xshagan mavzu ko'ramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingisida ko'rishguncha.